Assalomu alaykum. Doimdek biz uchun qadrdon bo'lgan aziz obunachilar va kanalimiz aziz mehmonlari, o'sha boshlovchingiz har doimgidek Nodirbek. Hozir sizga zamonaviy pardalar kerakmi yoki ofislaringizga pardalar kerakmi? Shunday pardalar bor. Hozir biz Asakadamiz va bu yerda xilma-xilligi bor. Suhbatdoshim bor. Hojona bilan suhbatimizda davom etamiz. Bir-biringizni kuydirib, opa-singillar chiroyli pardalarni uyga olasiz va suhbat davomida buni o'zingiz bilib olasiz. Assalomu alaykum Hojona. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ro'zalar muborak bo'lsin. Charchamay ro'zalar tutyapsiz. Hozir do'koningizda xilma-xil pardalar bor, uylar va ofislar uchun. Keling, kiramiz, ko'ramiz, bunga o'zimiz guvoh bo'lamiz. Yo'l boshlang Hojona. Assalomu alaykum, hormaylar. Yaxshimisizlar? Tuzuymizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Ro'zalar muborak bo'lsin. Endi bu yerda zamonaviy pardalar, Hojona, endi buni narxiga qiziqamiz. Ya'ni yurtdoshlarimiz qiziqadi. Bir chekada narxini aytib beraverasiz yoki metrgami, qanaqa bo'ladi endi? Albatta metrga bo'ladi. Endi rulon olganga rulon ham beraveramiz. Eng arzon pardalarimiz 18 mingdan 100 mingni tepasiga doğru bor. Hozir 18 ming so'mligi qaysi biri? 18 ming so'mda mana shu pardalarimiz bor. Ilinmagan 18 mingliklarimiz mana rulondagilar mana. Bularding? Mana shular 18 mingliklari ko'p buning ichida. Metri 18 ming so'mdan boshlanadi. Mana shular 35 mingdan. 35 ming so'mdan. Buni ham metri 35 ming so'mdan. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bularimiz mana bor 45 mingdan, Natoni, Jakar. Endi mana chullarimiz bor mana. Juda ham zo'r, lekin shunisi ham chiroyli ekan. Buni metri qanchadan endi? Bunimiz 85 ming so'm. 1 metr 85 ming so'mdan. Mana ularimiz bor. 50 ming so'm, 50 ming so'm. Endi bularda har xil turi bor. Mana shu bitta narsani 4 xil, 5 xil rasvetkalari bor, deng, rasvetkalari bor. Narxi ham har xili bor. Hozir Hojona bu yerda kelinchaklarga qaysi birini ko'proq xarid qilishyapti? Ya'ni yurtdoshlarimiz kelinchak pardalari. Kelinlar endi o'zini nimasiga kelib chiqib puliga qarab, uyiga qarab tanlab beramiz. Tikuvchilarimiz ham bor. Chevallar ham bor bu yerda adashmasam. Juda ham zo'r. Endi keling, bunichi, buni metri endi qanchadan endi bunisi? 50 ming so'mlik. Bular 50 ming so'mdan. 25 ming so'mdan. Lekin o'sha ham 25 minglik ham o'z holiga juda ham chiroyli ekan. 1 metri 25 mingdan hozirgi paytda endi sotilyapti. Nargilarchi? Mana bunisi ham juda chiroyli ekan. Buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz opa-singillarimiz va bu jonlarimiz uchun 65 mingdan. Metr 65 ming so'mdan ham mana buni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Azizlar, juda ham chiroyli opa-singillar, ayniqsa ovsinlar. Ko'ring, xudo xolasa xarid qiling. Oxirida suhbatimiz davomida telefon raqamlarini ham biz qoldirib qo'yamiz. Hojona aytib o'tadi, bu yerda manzilni tushuntiradi. Mabodo uyingiz yaqinda bo'lsa, kelasiz, ko'rasiz, xarid qilasiz. Bu yerda o'zi aytganday chevallar ham bor. Endi bu yerda yana nimalar bor endi Hojona? Masalan, karnizlari bor. Har xil turlari bor. Misol, mana turbaliklari, bagetlar bor. Uni ham metrimi? Metrga sotiladi. Metrga qanchadan endi? Metrga shu 6,5 mingdan 25 mingga doğru bor. Metr 6,5 ming so'mdan boshlanadi, 25 ming so'mga bor. Endi gullarichi? Pardani bezaylari bor. Bezaylari, gullari. Popiylar bor. Popiylar. Endi popiylar necha puldan endi Hojona? Ular ham shunaqa 25 dan 100 ming tepasiga doğru bor. 25 ming so'mdan boshlanadi, 100 ming so'mga doğru endi bor. Bularchi endi mana ofislar uchun zamonaviy pardalarimiz. Jaluzilar bor. Jaluzilar. Bular endi buni xilma-xilligi ko'p. Hozir endi eski vitrinamiz. Hozir kombo bor, nima plesi bor, har xili bor buni ham. Hozir necha xil endi masalan Hojona? Bunda turi ko'p, juda ko'p. 100 xilmi, 200 xilmi? Turi ko'p. Mana katalogini beramiz, o'zlari tanlab. Katalog bor bu yerda. Katalogni ko'radi. O'shanga qarab olib ketsa ham bo'laveradi. Ofislar uchun, domlar uchun bemalol. Juda ham zo'r. Endi Hojona bu yerda bu yer qayerda endi manzil anig'ini bir qator aytib berasiz endi? Shahri Umid ko'chasi deysiz. Mana tunneldan o'tganda Pazarniga yetmasdan. Mana Turon o'quv markazi. Bu yerda to'g'ri Turon o'quv markazi bor ekan. Mana Turon ta'lim markazi juda ham zo'r. Asakalilar hammasi taniydi. 30 yildan oshgan bu do'konni ochganimizga. 30 yildan beri parda sotaman deb juda ham zo'r. Endi bu vishilkalarchi endi bu ham sotilsa kerak. Bular ham endi olib kelib qo'ydik kelin qizlarga deb. Qanchadan endi shunisi? Mana shunisi 35 ming. Nechta endi 10 tami bu? 10 talik, Juda ham chiroyli ekan lekin bu. Karnizda mana babonlari, shuni aytmoqchi edim endi babonlari. Mana kesinglar, xudo xolasa xilma-xillari bor. Kalsolari bor ekan bu yerda. Kalsolar hamma yo'q bor. Hammasi xudo xolasa ushbu do'konda bor, jamul jam. Endi mijozlarimizni kutib qolamiz, kelaveringlar. Bemalol qo'ng'iroq qilasiz. Hozir Hojona bu yerdagi doimiy ish faoliyatida telefon raqamlaringiz ham bor-a? Kameramizga qarab aytib o'ting. Hop.
murojaat uchun telefonlarimiz 785 93lik 785 57 55. Bu birinchisi. 93lik 885 57 55. Judayam zo'r azizlar, kanalimiz mehmonlari Hojona telefon raqamlarini aytib o'tdi. Bemalol qo'ng'iroq qiling, bemalol bog'laning. Qaysi bir pardalar yoqqan bo'lsa, bir-biringizdan o'tib oling. Hali judayam xilma-xilligi judayam ko'p ekan. Ya'ni bu deyapti, rasvetkalari judayam ko'p. Azizlar, tepada ham bizning reklama xizmatlari uchun telefon raqamlarimiz bor. 99 kodi bilan 850 25 57. Yana bir telefon raqamimiz 50 kodi bilan 717 82 21 raqamiga bizga ham qo'ng'iroq qilasiz, bog'lanasiz. Ushbu do'konda nima yoqqan bo'lsa bemalol xarid qilasiz. Hojonaga qo'ng'iroq qiling, opa-singillar, qo'ng'iroq qiling va yana qo'ng'iroq qiling. Kutamiz, xudo xolisa. Bitta like sizdan, kanalimizga obuna bo'lish hech qachon esingizdan chiqmasin. Kamtaron boshlovchingiz o'sha Nodirbek. Ko'rishamiz. Salomat bo'ling.